Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlarga egasidan shikoyat qilgan tuya hikoyasini so'zlab beraman. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Madinalik bir kishining juda yuvosh ishchi tuyasi bor edi. Tuyaning oxirgi paytlarda fe'li buzilib, oldiga hech kimni yo'latmay kelgan odamga ajdahoga o'xshab tashlanardi. Tuya egasining tirikchiligi to'xtab, nochor Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga arz qilib bordi. Ey Rasululloh, bir ishchi tuyamiz bor edi. U juda yuvosh bo'lib, uyga va ekinlarimizga shu tuyada suv tashib kelardik. Endi esa u yaqiniga hech kimni yo'latmayapti. Xurmo va boshqa ziroat ekinlarimiz suvsizlikdan quriy boshladi, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir guruh sahobalar hamrohligida tuyani ko'rmoqchi bo'ldilar. Tuya egasi: "Shoshmang, u xuddi quturgan it kabi, sizga tashlanib qolishdan qo'rqaman", dedi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tezlik bilan tuya tomonga yurdilar. Tuya u zotni ko'rishi bilan go'yo insondek peshvoz chiqib, boshini sajdaga qo'ygandek yerga cho'kkaladi va g'ayritabiiy ovoz chiqardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuyaning arzini tinglab: "Bu tuya sizlardan shikoyat qilmoqda. Uni ko'p ishlatib, oz yemish berar ekansiz. Agar bundan keyin qornini to'ydirib yemish bersangiz, o'z holiga qarab ishlatsangiz, u sizga xizmat qiladi", dedilar. Tuya egasi shunday qilishga va'da bergach, jonivor oldingidan ko'ra yuvosh bo'lib xizmat qila boshladi. Hayvon sohibi: "Bir aqlsiz tuya sizga shu qadar iltifot ko'rsatdi. Bizlar esa sizga nisbatan qo'pollik, qo'rslik qilar ekanmiz", deya qilmishlaridan pushaymon tarzda: "Ruxsat eting, sizga sajda qilaylik", deyishdi. U zot alayhissalom: "Hech qachon maxluqqa sajda qilinmaydi. Agar bunga ruxsat bo'lganida, men ayollarni o'z erlariga sajda qilishga buyurgan bo'lardim", dedilar. Yana erkaklar ham shu hurmatga munosib tarzda xotinlariga mehribon bo'lishini ma'lum qildilar, deyiladi. Imom Ahmad va Nasai rivoyatlari.